eski pasporti bor yurtdoshlar diqqat bilan eshiting. Agar sizda hali ham eski nomidagi pasport bo'lsa, 22 iyuldan keyin ayrim ishlaringiz to'xtab qolishi. Davlat xizmatlaridan foydalanishda savollar tug'ilishi yoki hujjatlaringizni rasmiylashtirish cho'zilib ketishi mumkin. Men bu masalani oddiy gap bilan vahimasiz, lekin jiddiy tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahallangizdagi yoshi katta insonlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamni o'rtacha yugur-yugurdan, jarimadan, hujjat muammosidan saqlab qoladi. Bugun men eski pasport egalari nimani bilishi kerak, 5 kun degan muddat nimani anglatishi mumkin. 12 yildan keyin nimalar o'zgaradi? Kim xavotir olish kerak? Kimda esa hozircha katta muammo yo'q? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini batafsil tushuntiraman. Avval oddiy qilib tushuntiraman. Ko'p yillar davomida odamlar eski namunadagi pasport bilan yashab keldi. Bankka bordi, shifoxonada ro'yxatdan o'tdi. Notariusda hujjat qildi, pensiya oldi. Uy-joy masalalarini hal qildi, telefon raqami oldi, kommunal xizmatlar uchun shartnoma tuzdi. Ko'p joyda eski pasport hali ham odamning shaxsini tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilingan. Lekin hujjat tizimi asta-sekin raqamlashtirilgani sari eski pasport bilan ishlash qiyinlashib boryapti. Nima uchun? Chunki bugun ko'p davlat xizmatlari elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bank xodimi sizning ma'lumotingizni tizimga kiritadi, notarius bazadan tekshiradi. Migratsiya bo'limi ma'lumotlarni solishtiradi. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar ham ko'pincha elektron identifikatsiya orqali yuradi. Eski pasportdagi ayrim ma'lumotlar bazalarda boshqacha ko'rinishi, lotin va kiril yozuvida farq qilishi, tug'ilgan sana yoki familiyada eski yozuv qolgan bo'lishi pasport seriyasi tizimda avtomatik tanilmasligi mumkin. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Oldin odam bitta hujjatni ko'rsatib ishini bitirardi. Hozir esa xodim hujjatni ko'rish bilan cheklanmaydi. Uni elektron bazadagi ma'lumot bilan solishtiradi. Agar mos kelmasa, xizmat vaqtincha rad etilishi, qo'shimcha ma'lumot so'ralishi yoki odam migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yuborilishi mumkin. Shuning uchun 12 iyul kabi sanalar atrofida ogohlantirishlar chiqsa, odamlar buni beparvo qoldirmasligi kerak. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har qanday muddat, har qanday yangi tartib bo'yicha eng ishonchli manba rasmiy davlat organlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, migratsiya bo'limlari va mahalliy hokimlik yoki mahalla xodimlaridir. İnternetdagi sarlavhalar ko'pincha qo'rqitib yoziladi. Lekin qo'rquvga berilmasdan o'z hujjatingiz holatini tekshirib qo'yish juda to'g'ri ish. Endi kimlar birinchi navbatda e'tibor berishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi toifa hali ham eski namunadagi pasport bilan yurganlar. Ayniqsa pasportingiz juda eski bo'lsa, undagi surat hozirgi ko'rinishingizga o'xshamay qolgan bo'lsa, pasport varaqlari yirtilgan, muhlar xira bo'lib qolgan yoki ma'lumotlar o'qilishi qiyin bo'lsa, siz kechiktirmasdan tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Masalan, 6 yoshli otaxon pensiya kartasini yangilash uchun bankka boradi. Bank xodim pasportni oladi, tizimga kiritadi. Lekin ma'lumot bazada yangi identifikatsiya bilan chiqmaydi yoki familiya yozilishi farq qiladi. Otaxon shu kuni pulini olaman deb borgan, lekin unga avval pasport ma'lumotini yangilang deyishadi. Natijada bankdan migratsiya bo'limiga u yerdan yana bankka borishga to'g'ri keladi. Agar bu ish oldindan qilinganida. Bir kunlik ish 2-3 kunlik yugur-yugurga aylanmas edi. Ikkinchi toifa, yaqinda uy sotish, uy olish, meros rasmiylashtirish, notariusga borish, kredit olish, nikoh yoki ajrim hujjatini rasmiylashtirish, pensiya yoki nafaqa masalasini hal qilish niyatida bo'lganlar. Chunki bu ishlarning deyarli barchasida shaxsni tasdiqlovchi hujjat birinchi o'rinda turadi. Agar pasportingiz eski bo'lsa va tizimda savol tug'ilsa, asosiy ishingiz to'xtab qoladi. Bir misol keltiraman. Ayol kishi onasidan qolgan uyini meros qilib rasmiylashtirmoqchi. Hamma hujjat tayyor, o'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, kadastr qog'ozlari. Lekin notariusda uning pasport ma'lumoti elektron bazadagi yozuv bilan to'liq mos kelmaydi. Notarius ishni davom ettira olmaydi. Chunki mulk huquqi juda mas'uliyatli masala. Ayol avval shaxsiy hujjatini to'g'rilashi kerak bo'ladi. Bu esa meros ishini bir necha haftaga kechiktirishi mumkin. Uchinchi toifa,
chet elga chiqmoqchi bo'lganlar yoki chet eldan kelgan qarindoshlar bilan hujjat ishini qilmoqchi bo'lganlar. Migratsiya, viza, aviachipta, chegara nazorati, xorijiy tashkilotlarga hujjat topshirish kabi jarayonlarda pasport ma'lumoti juda aniq bo'lishi kerak. Ism bir joyda Abdulaziz, boshqa joyda Abdulaziz deb yozilgan bo'lsa ham muammo chiqishi mumkin. Tug'ilgan joy eski ma'muriy nom bilan yozilgan, bazada esa yangi nom bilan turgan bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv so'raladi. 4-toifa yoshi katta odamlar. Ular ko'pincha internetdagi xabarlarni o'qimaydi. Davlat xizmatlari portaliga kirmaydi. Navbat olishni bilmaydi. Shuning uchun men aynan shu videoni qo'shnilarga yetkazish kerak deyapman. Sizning yo'lingizda yolg'iz yashaydigan buvi bo'lishi mumkin. U pasportini faqat pensiya olishda ishlatadi. Lekin ertaga bank kartasi almashtirilsa yoki ijtimoiy to'lov ma'lumotlari yangilansa, eski hujjat sabab u qiynalib qolishi mumkin. 5-toifa hujjatlarda yozuv xatosi borlar. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida ism bir xil, pasportda biroz boshqacha, nikoh guvohnomasida familiya o'zgargan, lekin pasportda eski familiya qolgan, otasining ismi bir hujjatda to'liq, boshqa hujjatda qisqartirib yozilgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar amalda katta muammo chiqaradi. Elektron tizim odamni aynan ma'lumotlar mosligi orqali taniydi. Bitta harfdagi farq ham ayrim xizmatlarda rad javobiga olib kelishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizda amaldagi biometrik pasport yoki ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz yaqinda yangilangan bo'lsa, hujjatingizdagi yozuvlar boshqa hujjatlar bilan mos bo'lsa, hozir vahima qilish shart emas. Lekin baribir hujjatning amal qilish muddati, undagi ma'lumotlarning to'g'riligi, telefon raqamingiz va yashash manzilingiz bazalarda to'g'ri ko'rsatilganini tekshirtirib qo'yish foydali. Ayrim odamlar shunday deydi: men eski pasport bilan 20 yildan beri yuribman. Hech kim hech narsa demadi. Men bunga shunday javob beraman: oldin muammo chiqmagani, ertaga ham chiqmaydi degani emas, tizimlar o'zgaradi. Talablar yangilanadi, xizmatlar elektronlashadi. Ayniqsa ma'lum bir sanadan keyin yangi tartib kuchga kirsa, kecha o'tgan hujjat bugun qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Endi istisnolar, nozik joylar va odamlar ko'p adashadigan nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi muhim jihat, eski pasport borligi avtomatik ravishda odam huquqsiz qoladi degani emas. Hech kimning fuqaroligi pasport eski bo'lgani uchun yo'q bo'lib qolmaydi. Lekin shaxsni tasdiqlash jarayonida qiyinchilik paydo bo'lishi mumkin. Farqni tushuning, huquqingiz bor. Lekin uni amalga oshirish uchun hujjatingiz tizimda to'g'ri tanilishi kerak. Ikkinchi jihat, 5 kun degan gapni eshitganingizda darhol jarima bo'ladi deb o'ylamang. Ba'zan 5 kun muayyan xizmatni yakunlash, hujjatni almashtirish uchun murojaat qilish, ma'lumotni yangilash yoki eski shakldagi hujjat bilan xizmat ko'rsatish to'xtashigacha qolgan vaqt sifatida aytiladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pasportingizni olib, yaqin migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Aynan sizning holatingiz bo'yicha tushuntirish oling. Uchinchi jihat, hamma joyda talab bir xil qo'llanmasligi mumkin. Bir tumanda xodim eski pasportni ko'rib qo'shimcha hujjat so'raydi. Boshqa tumanda tizim ma'lumotni avtomatik topadi. Bu odamlar orasida chalkashlik keltirib chiqaradi. Kimdir deydi, mening ishim o'tdi. Boshqa odam deydi, meniki o'tmadi. Sababi hujjatning holati, bazadagi ma'lumot, xizmat turi va xodim tekshirayotgan tizim turlicha bo'lishi mumkin. 4-jihat, hujjat almashtirishga borganda faqat pasportni ko'tarib borish yetmasligi mumkin. Agar ma'lumotlaringizda farq bo'lsa, sizdan tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, harbiy guvohnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Shu sabab oldindan tayyorlanish kerak. 5-jihat, chet elda yurgan fuqarolar. Agar siz O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz va eski pasport bilan yurgan bo'lsangiz, masala yanada nozik. Chunki konsullik xizmatlari orqali hujjat rasmiylashtirish vaqt oladi. Sizga elchixona yoki konsullikka navbat kerak bo'lishi, hujjatlarni tarjima qilish yoki tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Agar siz 2 iyuldan keyin safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, aviachipta olishdan oldin pasportingiz holatini tekshiring. 6-jihat, bank va moliyaviy xizmatlar. Bugun banklar mijozni identifikatsiya qilishda juda ehtiyotkor. Agar pasport eski bo'lsa, bank karta ochishni, kredit berishni, yirik pul o'tkazmasini yoki hisob raqamidagi
ma'lumotni yangilashni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu bank siz yomon ko'rgani uchun emas, balki moliyaviy xavfsizlik talablari borligi uchun. Bank noto'g'ri shaxsga xizmat ko'rsatib qo'ysa, javobgarlik uning zimmasiga tushadi. 7-jihat, notarial ishlar. Notariusda xato qilish mumkin emas. Uy sotish, avtomobil rasmiylashtirish, ishonchnoma berish, meros ochish kabi ishlarda pasportdagi bitta harf ham ahamiyatli. Masalan, pasportda familiyangiz Karimova, nikoh guvohnomasida Karimov deb yozilgan bo'lsa yoki otangizning ismi bir hujjatda Sharifovich, boshqasida Sharif o'g'li bo'lsa, notarius qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Bu tabiiy holat. 8-jihat, telefon raqam va elektron xizmatlar. Ko'p davlat xizmatlari SMS tasdiqlash orqali ishlaydi. Agar telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa yoki eski pasport bilan olingan bo'lib, ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, onlayn xizmatlardan foydalanishda muammo chiqadi. Shuning uchun faqat pasportni emas, telefon raqamingiz kimning nomida ekanini ham tekshirtirib qo'ying. 9-jihat, yashash manzili. Eski pasportda propiska muhrlari bo'lishi mumkin. Lekin elektron bazada manzil yangilanmagan yoki boshqacha ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa bolani bog'chaga joylashtirish, maktabga biriktirish, poliklinikadan foydalanish, subsidiya olish, kommunal xizmatlar bilan shartnoma qilishda muhim. Agar manzil ma'lumoti mos kelmasa, sizdan avval yashash joyingizni aniqlashtirish so'raladi. 10-jihat, odamlar ko'pincha vositachilarga ishonib qoladi. Kimdir kelib, men sizga pasportni tezlashtirib beraman, navbatsiz hal qilaman, jarimani yo'q qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Hujjat masalasida faqat rasmiy kassaga to'lov qiling, rasmiy kvitansiya oling, ariza raqamini saqlang. Pasport va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga topshirmang. Sizning pasport nusxangiz bilan noqonuniy shartnoma, qarz yoki boshqa muammo chiqarilishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'taman. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va tinch holatda tekshiring. Amal qilish muddati bormi? Surat o'qiladimi? Seriya va raqam aniqmi? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy to'g'ri yozilganmi? Muhrlar o'qiladimi? Varaqlar yirtilmaganmi? Agar pasport shikastlangan bo'lsa, uni almashtirish masalasini kechiktirmang. Ikkinchi qadam, boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Tug'ilganlik guvohnomangiz, nikoh guvohnomangiz, farzandlaringiz hujjatlari, diplom, haydovchilik guvohnomasi, kadastr hujjati. Bank ma'lumotlari bilan pasportdagi ism va familiya bir xil yozilganmi? Agar farq topsangiz, uni yozib qo'ying. Xodimga borganda shunchaki menda muammo bor demang, aniq ayting. Pasportda ism bir xil. Tug'ilganlik guvohnomasida boshqacha yozilgan. Buni to'g'rilash tartibi qanday? 3-qadam, yaqin davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Borganingizda eski pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, agar bo'lsa farzandlar hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot va kerak bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa asosiy hujjatlarni olib boring. Hamma hujjatning asl nusxasi va nusxasini tayyorlab qo'yish vaqtini tejaydi. 4-qadam, navbat va to'lov masalasini oldindan aniqlang. Ayrim xizmatlarga onlayn navbat olish mumkin. Ayrim joylarda esa jonli navbat bo'ladi. To'lov miqdori xizmat turiga qarab farq qiladi. Men tavsiya qilaman, borishdan oldin rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki davlat xizmatlari markazidan ma'lumot oling. Shunda yo'lga behuda chiqmaydi. Ayniqsa tuman markazidan uzoqda yashaydiganlar uchun bu muhim. 5-qadam, ariza topshirgandan keyin kvitansiya va ariza raqamini saqlang. Ko'p odam hujjat topshiradi, keyin qog'ozni yo'qotib qo'yadi. Keyin holatini tekshirmoqchi bo'lsa, qaysi raqam bilan topshirganini bilmaydi. Telefoningizga suratga olib qo'ying, lekin asl qog'ozni ham papkada saqlang. Agar jarayon cho'zilsa, aynan shu raqam orqali murojaatingizni topish oson bo'ladi. 6-qadam, yoshi katta qarindoshlar va qo'shnilarni tekshirib chiqing. Men buni juda muhim deb hisoblayman. Uyda otangiz, onangiz, buvingiz, bobongizning hujjatini ko'ring. Ular ko'pincha hech qayerga bormayman, menga kerak emas deyishadi. Lekin erta pensiya kartasi, shifoxona ro'yxati, notarial ishonchnoma yoki meros masalasi chiqsa, aynan ularga qiyin bo'ladi. Ularni birga olib boring yoki kamida qanday hujjatlar kerakligini tushuntiring. 7-qadam, agar sizda yaqin kunlarda katta bitim bo'lsa, avval pasport masalasini hal qiling. Masalan, uy sotmoqchisiz, mashina olmoqchisiz, kredit rasmiylashtirmoqchisiz, chet elga uchmoqchisiz.
Bunday paytda hujjatdagi kichik muammo ham katta zarar keltiradi. Tasavvur qiling, siz uy oldi sotdi kunini belgilagansiz, xaridor pul tayyorlagan, notarius vaqti olingan. Shu kuni pasport ma'lumotida muammo chiqsa, bitim buzilishi mumkin. 8-qadam hujjatni almashtirish jarayonida ismingiz qanday yozilishini tekshiring. Lotin yozuvida ism va familiya yozilishi kelajakda juda muhim. Bank kartasi, aviachipta, chet el hujjatlari, diplom, elektron imzo hammasida shu yozuv ishlatiladi. Xodim kiritgan ma'lumotni ko'rmasdan tasdiqlab yubormang. Agar bitta harf noto'g'ri bo'lsa, keyin uni tuzatish yana vaqt oladi. 9-qadam elektron raqamli imzo va onlayn xizmatlar haqida o'ylang. Yangi hujjat olganingizdan keyin ko'plab xizmatlarni internet orqali bajarish osonlashadi. Soliq, kommunal to'lovlar, subsidiyalar, arzalar, ma'lumotnomalar, bolalar bog'chasi, oliy ta'lim, ishga kirish, bank xizmatlari ko'proq raqamli tizimga o'tmoqda. Shuning uchun hujjatni yangilash faqat pasport olish emas, balki kelajakdagi ishlaringizni yengillashtirish hamdir. 10-qadam hech narsani oxirgi kunga qoldirmang. 5 kun degan muddat eshitilganda hamma bir vaqtda yuguradi. Natijada navbat ko'payadi, telefonlar band bo'ladi, xodimlar yuklama ostida qoladi. Siz bugun harakat qilsangiz, ertangi tig'iz vaqtdan qochasiz. Ayniqsa 12 iyuldan keyin biror xizmatga borishni rejalashtirgan bo'lsangiz, hoziroq hujjatlaringizni tekshiring. Yana bir amaliy tavsiya: agar siz hujjat masalasida rad javobi olsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Xodimdan muammo nimada ekanini aniq tushuntirib berishini so'rang. Agar kerak bo'lsa yozma asos so'rang. Masalan, ma'lumot mos emasmi? Hujjat eskimi? Bazada yozuv topilmayaptimi? Qo'shimcha guvohnoma kerakmi? Muammo nomi aniq bo'lsa, yechim ham aniq bo'ladi. Agar ism yoki familiyada xato bo'lsa, buni o'z boshimchalik bilan hal qilib bo'lmaydi. Sizdan FHD yo bo'limiga murojaat qilish, arxiv ma'lumotini olish yoki sud orqali faktni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu hammaga tegishli emas, lekin ayrim eski hujjatlarda bunday holatlar uchraydi. Masalan, 1907 yoki 1940-yillarda berilgan guvohnomalarda yozuvlar qo'lda kiritilgan bo'lishi mumkin. Keyin pasport berilganda boshqacha yozilgan bo'ladi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, bu alohida masala. Darhol tegishli bo'limga murojaat qiling. Yo'qolganini bildiring. Kerakli arza yozing. Yo'qolgan pasportni keyin topib olsangiz ham, uni ishlatish masalasida xodimdan aniq tushuntirish oling. Yo'qolgan hujjat bilan begona odam noqonuniy ish qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun bu masalaga beparvo qarash mumkin emas. Agar pasportingiz yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, masalan, suvga tushgan, surat qismi buzilgan, varaqlar yirtilgan, muhrlar ko'rinmay qolgan bo'lsa, uni ham oddiy eski hujjat deb qabul qilmang. Yaroqsiz hujjat bilan xizmat olish yanada qiyin. Xodim sizning shaxsingizni aniq tasdiqlay olmasa, u xizmat ko'rsatishdan bosh tortishi mumkin. Bu xodimning injiqligi emas, tartib talabi. Qo'shnilarga yetkazish masalasiga alohida to'xtalmoqchiman. Ko'p mahallalarda yoshi katta odamlar yangilikni kech eshitadi. Ular televizorda ko'rmasa yoki bolalar aytmasa bilmay qoladi. Siz bugun bir odamga tushuntirsangiz, ertaga uning pensiyasi, davolanishi, notarial ishi yoki bankdagi puli vaqtida hal bo'lishiga yordam bergan bo'lasiz. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, farzandlari chet elda bo'lgan, internetdan foydalanmaydigan odamlarni ogohlantiring. Shu bilan birga vahima tarqatmang. Odamlarga hammasi tugadi, pasportingiz bekor bo'ldi, ertaga jarima bo'ldi deb qo'rqitish noto'g'ri. To'g'ri gap shunday, eski pasporti borlar hujjatini tekshirtirsin. Kerak bo'lsa yangilasin, 12 iyuldan keyingi tartiblar bo'yicha rasmiy joydan ma'lumot olsin. Mana shu yondashuv odamga foyda beradi, asossiz qo'rquv emas. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, odam hujjatni faqat muammo chiqqanda eslaydi. Bankrot etsa, notarius to'xtatsa, aeroportda savol bersa, shifoxonada ro'yxat o'tmasa shunda yuguradi. Aslida pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, manzil ma'lumoti bir tizimdek qaralishi kerak. Bittasidagi xato boshqasiga ta'sir qiladi. Yana bir misol. Talaba grant yoki kontrakt hujjatini topshirmoqchi. Pasportda familiyasi otasining familiyasi bilan eski shaklda yozilgan. Maktab shahodatnomasida esa yangi transliteratsiya bilan. Universitet tizim hujjatlarni solishtirganda farq chiqadi. Talaba imtihondan o'tgan bo'lsa ham hujjat topshirish jarayoni cho'ziladi. Shu sabab yoshlar ham bu mavzu faqat qariyalarga tegishli deb o'ylamasin. Yana bir holat. Ayol turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan,
lekin eski pasportini almashtirishni kechiktirgan. Bankda eski familiya, nikoh guvohnomasida yangi familiya, farzandining tug'ilganlik guvohnomasida yana boshqa yozuv. Keyin bola uchun nafaqa, bog'cha yoki poliklinika masalasida hujjat mosligi so'raladi. Bunday vaziyatni oldindan hal qilish ancha oson. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, masala yanada jiddiy. Hisob raqam, soliq ma'lumotlari, elektron imzo, shartnomalar, bank operatsiyalari shaxsiy hujjatga bog'langan. Pasport ma'lumotlari yangilansa, ayrim tizimlarda ma'lumotni qayta tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar hujjat almashtirgandan keyin bank, soliq kabineti va elektron imzo holatini tekshirib qo'ysin. Xulosa qilib aytaman, eski pasporti bor odamlar bu masalani kechiktirmaslik kerak. 12 yildan keyin ayrim xizmatlarda talablar kuchayishi, eski hujjat bilan ishlash qiyinlashishi yoki qo'shimcha tekshiruvlar ko'payishi mumkin. Bu degani hamma narsa bir kunda to'xtaydi degani emas. Lekin tayyorgarlik ko'rmagan odam ko'proq qiynaladi. Bugun qiladigan ishingiz oddiy. Pasportingizni tekshiring, boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Muammo bo'lsa davlat xizmatlari markaziy yoki migratsiya bo'limiga murojaat qiling. Yosh katta qarindosh va qo'shnilarga xabar bering. Hujjatlaringizni oxirgi kunga qoldirmang. Rasmiy manbadan tasdiqlangan ma'lumot oling. Vositachilarga ishonmang. Kvitansiya va ariza raqamini saqlang. Sizda eski pasport bormi yoki yaqinda yangilab bo'ldingizmi? Sizning tumaningizda bu masalada qanday talab qo'yishyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham real tajribadan xabardor bo'lsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga albatta yetkazing. Bugun ogohlantirish ertangi katta muammoning oldini olishi mumkin ekan.